Bismillahirrahmanirrahim. Sahl ibn Abdullah Tustari degan o'ta bir kuchli olayotgan ekan. Al shunday deb aytadi. Men shu al-Misaq kunidagi Alloh taolo bilan kelishim tuzgan, kelishim esimda deydi. Alloh taolo alastu bi rabbikum deb aytganda men qolu balo deganman. Balo deb aytganman. Ya'ni Alloh taolo o'shal kuni bit arvohlarni jaratib, arvohlardan kelishim tuzatdi arvohlar bilan. Shunda men sizlar Rabbingiz emasmen deganda bizning arvohlar bardigi to'g'ri. Bizni Rabbimiz, bizni jaratquvchimiz o'zing uchun deb bizning arvohlar aytgan. Biroq hozir bizning sizda yo'q. O'sha Tustari, Sahli Tustari, o'sha men esimda deydi. Balo deb aytganman, shol hozirda esimda deydi. Enemning ichida qursog'ida yotganim, enem qursog'idagi 9 oy 10 kun yotganim esimda deydi. Shunda qanib yotganim, qanib nafas olganim, qanib misol qimildan shular esimda deydi. Alloh taoloning nimasini o'ta shunda zirak qilib jaratgan ekan, shularda esimda bor deydi. Al kishi 3 yasharimda taykam borladi, shu taykam bilan cho'g'il jatatlam deydi. Taykam tunda turib tahajjud namoz o'qitlar deydi. Men de turib oldiga borib o'tirib olatlam deydi 3 yoshimda deydi. Anam taykam sen bor, sho'nga jat, men alaqsitpa, meni namozga boshlarasan desa, aqrin kelatdim to'shakka jatatlam, biroq uyqum kelmaydi. Shu taykamda namoz o'qigan, qarab, ko'rib, qizg'ib o'tiraveradilar. Ana bir kun taykam aytdi, siz shu turib namoz o'qiganda, tahajjud o'qiganda, mendele qudum ile shu arshning ostida, Alloh taolo ostida turganday bo'lib, Alloh taolo sadat qilayotganday bo'laman. Shuni payqayman deb aytdim deydi. 3 yashar balaning so'zida bu. Desa andan keyin taykasat sen Alloh taolo bergan bir bala ekansan. Biroq bunday so'zlaringni birovning oldida aytma. Buni sir qilib yashirgin deydi. Biroq sen shu tunda to'shakka yotib, bir jon boshingdan 2 jon boshingga o'darlagan vaqtingda Allohu ma'i, Allohu noziri, Allohu shahidi deb shuni bir yo'l aytgin. Anan buyog'idan jassan uxtab qolaverasing deydi. Ana so'zlarda aytadi. Bir kundan keyin o'sha so'zni 3 yo'l aytgin deydi. Daha bir kun o'tgandan keyin shol so'zni 7 yo'l aytgin deydi. Daha bir vaqt o'tgandan shol so'zni 15 yo'l aytgin deydi. Ana shu uyg'ongan sayin shu so'zni aytaveradi. Allohu ma'i, Alloh men bilan birga. Allohu noziri, Alloh meni ko'rib turadi. Alloh shahidi, Alloh menga kuva degan so'zni qaytarib aytavergin deydi. Shuni tunda uyg'ongan sayin aytaverem, shunday shuga menga ta'sir qildi deydi 3 yashar bolaning so'zi. Shuni aytgimli kelaveradi deydi. Anan bir kun taykam aytdi. Misali bir bende bilan Alloh taolo doim birga bo'lsa, qarab tursa, ko'zamolib tursa, kuva bo'lib tursa, o'shal odam kuni qila oladi. Albatta kuni qila oladi. Bilsang, Alloh taolo qarab turganligini, ko'rib turganligini, kuva bo'lib turganligini, tog'da bo'lsin, suvda bo'lsin, uyda bo'lsin, qarаңғы yerda bo'lsin, cho'lda bo'lsin, qayerda bo'lsa Alloh taolo ko'rib turib, qarab turib, kuva bo'lib turadi. Shuni bilgan odam hech qanday guna qila olmaydi. Sal bir odam oldi guna qila olmaysan, uyalasan. Alloh taolo ko'rib turib qayerda bo'lsa, Alloh taolo qanday guna degandan keyin bola aytadi, "To'ra, Alloh taolo ko'rib turganini bilsa, qarab turganini bilsa, ko'p bo'lib turganini bilsa, ko'zim olib turganini bilsa, Allohdan qanday guna qilsin" deydi. Shunday ekan, senda hech guna qilmag'in. Alloh taolo shuni sen bilan birga ko'rib turadi, qarab turadi, bilib turadi. Taqir gunaga borvag'in deydi. O'shantuvani 7 yoshga kirganda madrasaga olib borib berayotganda, madrasaga olib berib berganda aytadi, "Shol ustozim bilan shart tuzishim kerak" deydi men deydi. Menga savoq berib, savoq bitirmini menga ruxsat berish kerak, men chiqib ketishim kerak. Men o'zimcha bu yoqda o'zimning ishlarim bor. Namoz o'qiyman, zikr qilaman. Aljerda baldarni qalb kessam, baldarni o'ynashim kerak, siylashim kerak, urishim kerak, talashim kerak. Shuning uchun savoq bitirmini menga ruxsat berishim, men kelaverishim kerak deydi. Ana ustozda kunat savoq bitirmdan kelib, uyinda shol ta'dib ibodatlarini men alik bo'layotganda bo'lsam 7 yashar bola. Anan 12 yoshgacha shu yerda o'qiydi. 12 yoshga kirgandan keyin o'sha ustozlardan bir so'rov so'raydi. O'yiga bir so'rov keladi. O'sha so'rov so'rasa ustoz javob bera olmaydi. Shol yerdagi ilmlilardan baridan so'rasa hech kim javob bera olmaydi. Ana shu joyda shu so'rov tuyulib, ko'ngli ochilmay Basraga keladi. Basraga kelsa, Basrada da hech kim javob bera olmaydi. Ana shu bir shayx tavalonan shu shayxdan so'rasa, o'sha shayx javob berayotganda shu so'rovga. Anan shu shayxning ostindan keyin bir qancha jilanan shoning ilmini o'qib, shoning ta'lim olib turib qolgan ekanda. Anan qayra shu Tustari degan shahar o'zining makaniga, o'sha makaniga keladi. Kelganda aytadi, al kishi arpaning nondan boshqa non jeb etgan. Bir g'ana arpaning non jeb etgan, tamoq, samoq hech tika jeb etganda boshqa. O'roza ekan kunduz kechgachayin. Aqrin o'sha o'rozasini tarliq jebesdan kechki deganimni erta kechgacha yetkiradi. Bari 2 kunga o'tadi, 3 kunga o'tadi, 7 kunga o'tadi.
7 günde bir oruç açatken da. Barıp 1 ayga ötöt. 1 ayda bir jetken. 3 ayga ötöt. 3 ayda bir jetken da. Jegende da azırda tamak toşop jeyt, jagday arpandan ikisine bir oz tip koyatken boldu. Anan barıp 20 günde bir badamdan bir denegini jeyt turgan bolat da. Anan şol aytat da. Murda aç kalganımda alsızdanıp qinalatılım deydi. Kursağım toygazyp alsam aябай kuvatlanıp, keyin barıp könüp, aç kalsam kuvatlanıp, kursağım toysa qayıp alsızdap kala turgan boldum deydi da. Oşonda 3 ayda bir jeytken da. Oşonda küçte olay bolgan eken. Anan bir gün oşol şaharın halifası orup kalıp, büyük tavuptardap kelip, kança därger bolsap kelip, sakaybay koyuptur. Därgerler aylasından anan keyin hiç därlay turgan därler kalbagandan keyin bunu bir gana bir jakşı taza adam dap kelip oşonun duasyny alyş gerek, oşol dua kılış gerek. Başka ayla jok deptir da. Anan karap ana şol sahli tuşlaryna taup ana şu kişini alıp kelişet da. Alıp kelip anan keyin oşo paşana başga oturup anan keyin dua kılatken da. Ya Allah'ım şul halifege murda kanday günöөнүн jazasyny denesiге günöөнүн korduğunu körsötken bolsaň, oşonda ele albatta ibadat var. İbadatında ozurunu körsötkün. Murda kanday jiregine iman kiyimini kiyizgen bolsaň, denesiге oşonda ele den soğluk kiyimini kiygizgin dep dua kılatken da. Şunu dua kılgandan keyin anan halife akırın günden güne jеңилдеп sakayıp ketken eken, turup ketken eken. Sakayıp ketken eken anan sүйünüp anan bul tuşlarıga, sahli tuşlarıga köp elekter, akçalar atkalanan kim beretken da. Berse kabul kılıp aytken. Şunça jalınsa da kabul kılıp koyuptur. Bir tiyim de albay koyuptur da. Çıkıp ketiptir anan. Jalına bergenden keyin açıp kelip çıkıp ketiptir albay. Anan jolda ketip atıp anan şagirti daim birge bolat da barıdır. Kızmat kılıp жүрген şagirt. Şagirt anan keyin aytiptir da, "Taksir, şu paşam bergen akçasydan kiçini alıp koysaňyz, qarızlarys barly, şolar töleşek bolbay gele" deptir da. Dese, "Saňa akça kerekpi, saňa dünýä kerekpi?" Ana toğduk karaçı da. Toğduk karasa toğ bardık altı kümüş olup kalgan eken da. Anan aytkan eken. Gördün mü deptir. Allah Taala özün jakşı görgen bendeleri menen şunday muamelede bolgandan keyin kalagan nersesine altın kılıp koya turgan bolgandan keyin al bendenin adamdan altın kümüşünü nima kılat degen eken da. Şondaýyn bu Allah Taalaga öte berilgen, Allah Taalaga jakyn bolgan awliyalar kalasa taşyda toğda altın kılıp koya beretken dua kılıp. Biroq alar altın kümüşke takır köngül burup aytkende kerek emesken. Biröwdün dünýesinde alyp aytken, baylygynda alyp aytken, berse de alyp aytken, jep aytken, şu kursak aç jürüp, oşantyp gaýp rahatlanatken da. Biz bolsa kursagy toýsa rahatlanabys. Alar at jürse rahatlanatken da. Oşantyp anan keyin darajaga jetetken da. Allah Taala şu bardymyzlarda şonday awliýalyk darajага, Allah Taala özüge jakyn bendelerine koşup, darajaňyzdy köterip, takwa salıp, ilim salıp ýüregiňizde hidaýat salıp, oşonday awliýalyk darajalarga jetkizýän Allah Taala nasip etsin. Amin. Allahu akbar.